Bugun 22-aprel 2026-yil holatiga ko'ra tug'ruq narxlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Oldingi videolarimizda klinikamiz obzorini qilib bergandim. Endi esa tug'ruq narxlari va uni ichiga nimalar kirishini aytib o'taman. Tabiiy tug'ruq narximiz 2.980.000 so'm bo'ladi. Birinchi kesir kesish amaliyotimiz 4.980.000 so'm, ikkinchisi 5.980.000 so'm, uchinchi, to'rtinchisi 6.980.000 so'm bo'ladi va uni ichiga nimalar kiradi? Buni ichiga rodzalga nachinushka kiradi, pampers kiradi, chaqalog'imiz uchun pampers, plyonkalar kiradi. Mana salfetka, marla kiradi, chaqalog'imiz uchun birinchi kiyimi, paypog'i. To'g'risini aytsam, o'zim ham tuqqanman. Bu narsalarni olish uchun aptekaga bor, bozorga bor, rodzalga nima kiysam ekan deb o'ylanganman. Mana bu yerda mazza kelasiz, siz uchun bitta maxsus paket ochiladi. Pamperslar hamma yo'q, tayyor bor. Menimcha bunaqa sharoit hech qayerda yo'q bo'lsa kerak. Palata narxini aytishdan avval sizga xonani sharoitlari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bizda birinchi o'rinda ona va chaqalog'imizni xavfsizligini o'ylagan holda birinchi o'rinda mana shunaqa chaqiruv tugmachasini qo'yganmiz. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Mana bu chaqiruv tugmachasini essiz, u yoqdan darhol hamshira oldingizga yetib keladi. Keyin o'chirsa, bu signalizatsiya o'chadi. Bu kravatlarimiz Turkiyadan kelgan eng so'nggi texnologiyalar desa ham bo'ladi. Mana yotgan holda o'zingiz hech kimning yordamisiz boshingizni ko'tarishingiz mumkin. Belingizni, oyoq taraflaringizni mana ko'tariladi, pasayadi. Xullas, xohlagan tarafga bu divan siz xohlagancha o'zi. Keyin qarovchi uchun ham mana kreslo divanlarimiz ham bor. Uni chiqarsangiz divan bo'ladi. Uni ham qarovchimizni ham o'ylagan holda qo'yganmiz. Bu yoqda детский lyulka, холодильник, shkaflar, bu yoqda ham shkaflarimiz bor mana. Tifal, bakal, qora choy, ko'k choy, salfetkalar, xullas televizor, shkaflar. Yana mana sanuzelimizni ko'rsataman. Bu yoqda fen, жидкое мыло, tualetная бумага, qo'l sochiq, banniy sochiq, banniy xalat. Mana sharoitini ham ko'rsangiz bo'ladi. O'zingizni 5 yulduzli mehmonxonada yotgandek tasavvur qilib, mazza qilib chiqishingiz mumkin. Xona narxiga kelsak, xona narximiz 380.000 so'm, 4 mahal issiq ovqati bilan va qarovchisiga joy ham bor. VIP palatamizning narxini aytishdan oldin sharoitlarini ko'rib chiqamiz. Lyuks palatamiz bilan VIP palatamizning farqi hajmida va dekorida va issiq ovqatlarida. U xonamizda 4 mahal issiq ovqat bo'lsa, bu xonamizda 5 mahal issiq ovqati bilan narxi 480.000. Aytgancha onajonimiz rodzaldan chiqqandan keyin shunaqa chiroyli dekorlar bilan kutib olamiz. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli videolar joylab boramiz.